Alalım ha. Adaya ben işgal maşımıza varken çıkmadı ki maçta tot kayadlap vuruyor diye vallahi paylaşıp kalsam oldu ha. Mava o 8. aydaki Nissan Çiğcen bir dal elmatır çıktı. 10.300 kopuluk elasında bir maşın bastık. Yani bir yerde söylep жүргенден azalan vurup koydum paylaşıp kalsam oldu. Şenyan boşa yok kadar bas 8. ayakça. Nissan cemiyetinin motor kurupke hem yer Nissan valla. Markasam Çiğcen'de koymayız. Nissan Çiğcen'de emez. 2008 ayakça Şenyan boşa 8. ayakça. Kolxotonlik. Motor şıpına içini küre uya bir deydigan olsa veşin gap qilsan arım yo'lab berma. Yaxshi yurgan bir talbesib gap qilma. Anniki mavlab qolsa 2013 niki 13 7. ay dedimi? 13 7. ayniki 1.5 chiqdi chang. Bunima 7300 kopulq beraytimi? Muqimlar bera. Tariq buni besitlar. Anniki men bir talmashimiz ota SUV mani unutib qolibdi. Qaskin akagan rasman sökab qopdi. Mavo nechiniki dash? 15 niki balla. Qo'lxot tonlik. O 2300 kopulq aylasam bunima. Yo'q, mashina ham bor. Şenyan boşan to'liq bor ekan. Buni majbur berib beraman da. Bizga bo'lsa bijim satsak, shu bijikdalar, ishkito'dlar ziyon chiqadi ekan bo'lsin. O 2300 kopulq aylanlar bunima. Mashinaki ichini arima motor shipini ko'radigan bo'lsa, arim gap qilsam bo'ldi. Mak ko'rsatolay. Hozir men mashina bosib mana ekan, men mashinam yer turib bo'lmagan ekan, bijikka to'sib bijikda qaysi bo'lay? Men qaysi kelgan ko'rsatamiz. Sizda bijik bo'lgan mayda mashina ko'rsa Ya shu hamimiz o'xshaydigan bu qaysi yo'q, misol emniyatim baylyapman. Lab qolsa valla yaqinda qo'llab berganman ko'pdan ko'p rahmat. Yana bunda pakiz mashalasi ham bo'ldi deydigan do'stlar qolsa. Bu aloqa 20 sal haftada 2 ko'ta mashina besotimiz. Her başka hafta 20 tal bo'lgansa cho'ng mashina keladi. Undan keyin mashina basimiz. 2 kun bir mashina bassaqmi 40 tal mashina ichida 3 tal ziyon chiqadi ekan, 5-6 tal izoladi ekan degandek. Anda qolgan o'y ziyon chiqlamdi deb ziyon chiqmaydigan hech qanday tijorat yo'q. Birisi ziyon bo'ldi ekan, biri izoldi ekan, biri bir qanday oldi ekan, yo'gishmadi ekan. Andaqanga bir yer tutib turaversak, men kam bo'z 10 tal mashina men to'sib 5 kunni to'sib menda 50 kun to'sa 10 tal mashina bir moch pul turadi ekan. Shu az urib qo'lga mag'iz bersak, xaridor qo'shib qoladi, isloq qo'shib qolasizlar. Fensirimiz qo'ldaydi, andan keyin hech bo'lmasa gap jo'ng ha. Fensirimiz qo'ldaydi, azam jim satgan, pagni jim satgan deb. Endi yo'q bir xaridorimiz ish qo'lda, ish kutyapti bo'ladi degandek, ishlarimiz taqim davom bo'ladi demakchi. Tutib o'tirib buni ziyon bo'ldi ekan, izib qoldi, bu satmaydi deb tutib o'tirsak bu turaverdi bu yerda nega deb. Andaqanki shunga azam qo'ldan o'tgan bu o'tmaganda azalaqa baqqallarga eshib qolgan meni azam berayotgan, bag'ar berayotgan, onu berayotgandek berib boramiz. Shuni paynab qolsang bo'ldi vallah. Gapni jangalar yangiza bo'ldigan bilan qo'sham yo'q. Unda qolsa mashina maqtamayman, qolgan bag'arni o'z almoqtaysizlar, uyishim chamirikimni ko'rsang bo'ladi. Har qanday deb to'g'ri o'zi maqtaydi malni, lekin malni xaridor setvoqchi maqtagan narsa-pa. Unda qolsa yaxshi yurgan bir tabiat deb qaytaman do'st qaytalanlar davomli pakiz mashalasi bo'lib deydigan do'stlar yaxshi yurgan bir tabiat deb arabxonaga qilsam bo'ldi.